Bizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni qulog'ingizga taqib oling. Ana endi siz tayyor bo'lsangiz, qanunda men hikoyani boshladim. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta qo'ng'iroqchani ham bosishni unutmang. Kichkinagina mehnatimiz uchun esa bir dona like bosing. Ana endi men hikoyani boshladim. Yo'q, unga tegma, yo'q. Yo'q! Dahshatli xabar. Charli Tomaslarning uyida qotillik sodir bo'libdi. Marhumlar 4 nafar edi. Ular Charlining ayoli va 3 nafar farzandlari edi. Hammalari vahshiylarcha chavoqlangan edilar. Ularning maydalangan tana a'zolari xonani har tarafiga sochilib yotardi. Politsiyachilar ham bu holatni ko'rib shokka tushdilar. Bu oddiy odamning ishi emas. Jurnalist, muxbirlar ham o'sha qotillik sodir bo'lgan uyga yig'ilishgandi. Bu chindan ham shov-shuvga aylanadigan xabar bo'lar edi. Jurnalistlar, muxbirlar qotillik sodir bo'lgan uyni tasvirga olishdi va e'lon qilishdi. Televideniya va radio gazetalardan ham e'lon qilishdi, gapirishdi. Lekin hammani o'ylantirgan narsa bu Charlini o'lmay qolgan edi. Charli uy oldi-sotisi bilan shug'ullanardi. U biznesmen, amaldor shaxs edi. Charli bu holatni ko'rib ho'ngrab yig'lardi. Hammasiga o'zim aybdorman. Hammasiga men aybdorman, derdi. U qattiq siqilishdan va oilasini bu holatini ko'tara olmasdan jinni bo'lib qoldi. Uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishdi. Buni ham gazetaga chiqarib e'lon qilishdi. Charlining sheriklari ham shokda edi. Chunki ularni ham shunday qismat kutib turgandi. Shunday qismat kutib turgandi degan so'zlarning ma'nosini esa birozdan so'ng bilib olishingiz mumkin, aziz tinglovchilar. Qani hikoyani tinglayveraylikchi. Bu yog'i qanday tus olar ekan? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga kelgan Charlini tergov qilishdi. Janob, bizga nimani bilsangiz hammasini aytib berishingiz kerak. Bizga ayting, nimani bilasiz? Hammasiga men aybdorman. Men razil insonman. Shu sababli oilamdan ayrilib o'tiribman. Politsiyachilar hayron bo'lib qolishdi. Charli gapira boshladi. Men uy oldi-sotisi bilan shug'ullanardim. Odamlarga yaxshi joylardan arzon uylarni topib, qimmatga o'tkazardim. Bir kuni bir kambag'al yosh oila yashaydigan uydan xabar topdim. Ularning uyi hovli edi. Bir badavlat kishiga ham o'sha qishloqdan shunga o'xshash uy kerak edi. Men kambag'al yosh oila yashaydigan uyga bordim. Ularning uyi katta edi. Men Simon ismli bir yigit bilan tanishdim. U o'sha uyning egasi edi. Unga "Uyingizni sotmaysizmi?" deb so'radim. U esa "Bu uy otamdan qolgan meros. Yo'q, sotmayman", deb javob berdi. Shunda men iflos razil u yigitga mo'may pulni taklif qildim. Yigit esa ko'nmasdi. Uni ayoli va 2 nafar farzandlari bor edi. Men Simonga ko'p pul taklif qilsam ham u ko'nmasdi. Meni jahlim chiqdi. Va o'sha kecha ularni uylariga yonlanma qotillarni yubordim. Qotillar Simon va uni ayoli va farzandlarini ham o'ldirishibdi. Ertasiga ularni uylariga politsiyachilar kelishdi. Yollanma qotillarni hech kim ko'rmagan va topisha olmadi. Ularni dafn qilishdi. Uy esa davlat nomiga o'tdi. Men davlatdan katta pul evaziga o'sha uyni oldim va haligi badavlat kishiga sotdim. Bu qilmishim uchun Simon meni oilamdan qasos oldi.
uni arvohi haliyam meni qonimga tashna. Bu gaplarni eshitgan politsiyachilar u telbani jinnixonaning eng ashaddiy jinnilari turadigan panjarali kameraga joylashdi. Yarim tun qotil Billi o'z xonasida ayoli bilan uxlab yotardi. Birdan shamol derazani qarsillatib ochib tashladi. Billi uyg'onib ketdi. Shunda xona burchagida ko'zlari nafratga to'la Saymonning arvohi turardi. U yaramas, begunohlarni qonini to'kkan qotil edi. Haligi arvoh: "Men keldim. Sendan qasos olgan keldim." dedi Saymonning arvohi. Billi qo'rqib ketdi va o'rnidan turdi. Shunda haligi g'azablangan arvoh Billiga tashlandi. U Billining qorin qismiga qayta pichoq sanchardi. Billining qornidan qizil qonlar otilib chiqardi. Billini baqirig'idan uni ayoli ham uyg'onib ketdi. Qarasa eri Billining chavoqlangan jasadi qonga belangancha uy o'rtasida tipirchilab yotardi. Jenni qattiq baqira boshladi. "Yo'q!" Shunda haligi arvoh yana paydo bo'ldi. "Ha, eringga rahming kelyaptimi? Shu qotil turmush o'rtog'ing meni oilamdagilarni ham shu ahvolga solgan. Bu iflos yosh uydagilarni ham ayab o'tirmadi. Shu sababli men qaytdim va unda qasos oldim. Endi navbat senga keldi." "Yo'q! Yordam! Menga yordam beringlar, kim bor?" ayol baqirardi. Arvoh Jennini ham vahshiylarcha o'ldirdi. Uni boshini tanasidan ajratib tashladi. Ushbu uy qon bilan burkandi. Ertasiga bundan politsiya xabar topdi va o'sha uyga kelishdi. Dahshat. Bu holat har qanday insonni shokka solardi. Billi chavoqlangan holatda yuztuban yotardi. Ayoli Jenni esa boshsiz holatda qonga belangancha yotardi. Politsiya ekspertlari noma'lum qotilni izini ham topisha olmadi. Bu voqea ham shaharda keng shov-shuvga sabab bo'ldi. Yana bir qotil Martin o'z uyidagi hovli o'rtasidagi hovuzda cho'milayotgandi. Kechki soat 19:30lar edi. Yoz kunlari bo'lgani uchun Martin kechki payt hovuzda suzishni xush ko'rardi. U kamida 1 soat vaqtini shu hovuzda o'tkazardi. Martin sharbat ichish uchun hovuzdan chiqdi. U stolda turgan sharbatni olib icha boshladi. Uni hayoti yaxshi edi. Odamlarni qaqshatib kun ko'rardi. U harom pullar evaziga bu hashamdor uylarni sotib olgandi. Martin stulda sharbat ichib o'tirardi. Bir payt uyda kimdir yurgandek bo'ldi. Martin uy ichiga kirdi. Atrofni ko'zdan kechirdi, lekin hech kim yo'q edi. Martin menga shunday tuyulgan bo'lsa kerak deb uydan chiqib hovuzga o'zini otdi. U hovuzda miriqib cho'milib turgan bir vaqtda hovuz ichidan kimdir Martinning oyog'idan pastga torta boshladi. Martin qo'rqqanidan baqirib yubordi. Noma'lum narsa esa yanada katta kuch bilan suv tubiga tortardi. Martin dodvoy solib baqirar: "Yordam! Yordam! Kim bor?" Suv ichidagi narsa bu Saymonning arvohi edi. Martin qo'rqqanidan tinimsiz baqirar, yordam so'rardi. Ammo endi kech edi. Arvoh Martinni suv tubiga tortib ketdi. Oradan biroz vaqt o'tib, hovuzdagi suv rangi qizil tusga kirdi. Hovuz Martinni qoni bilan to'lgandi. Birozdan so'ng Martinni ishib ketgan, maydalangan tana qismlari suv ustiga chiqib qoldi. Oyog'i, qo'li, boshi, yana boshqa tana a'zolari suv ustiga chiqib qolgandi. Ertasiga Martinning uyiga politsiyachilar kelishdi va bu holat o'ta dahshatli edi. Hamma shokka tushdi. Har doimgidek qotilning izi ham, belgisi ham yo'q edi. Yarim tunda Jimmy do'stlari bilan allaqayoqdandir
sarxush holatda kelayotgandi. U ham qotillarning uch sheriklari edi. U pianista va razil inson edi. Jimmining yonida ikkita do'stlari bor edi. Ular qanaqadir qo'shiqni aytib kelishardi. Uchovi ham sarxush, mast edilar. Jimmi, mazza qildik. Rahmat senga do'stim. Ziyofatni zo'r tashkil qilding-da. Sen shuncha pulni qayerdan olding? Jimmi kulib qo'ydi. Buni men halol ishlab topdim, deb qo'ydi. Shunda yonidagi do'stlari ham kulib yuborishdi. Ularni uzoqdan kuzatib turgan Saymonning arvohi ularni ko'rib g'azablanardi. Nafrat battar kuchayardi. Jimmi, seni bilamiz, halol pul topishingni. Bizga o'xshab sen ham halolsan-da do'stim. Kecha men ham bir qariyani hech kim yo'q joyda o'lasi qilib urdim va pulini oldim. Qalay, zo'rmi? Ha, albatta zo'r. Zo'r. Ular qorong'u yo'ldan kelishardi. Yon atrofda ulardan boshqa hech kim yo'q edi. Axir yarim tunda kim ham bo'lardi? Bir payt ularning oldidan kimdir katta tezlikda yugurib o'tib ketdi. Jimmining o'ng tarafdagi do'stini ikki qo'li qayoqqadir g'oyib bo'lgandi. Atrofga uzilgan qo'ldagi qonlar sachrardi. Buni ko'rgan Jimmi va bir do'sti shokka tushishdi. Haligi ikki qo'ldan ayrilgan yigit birdan yerga yiqildi. Jimmi qo'rqib ketdi. U mast bo'lsa ham holatni sezib turardi. Shunda narigi do'stini ham kimdir oyoqlaridan sudrab, butazorlar ichiga tortib ketdi. Jimmi qo'rquvdan karaxt bo'lib qolgandi. U haligi butazorlarga qarab turardi. Yordam! Yordam ber! Jimmi, yordam ber! Jimmini do'sti baland baqirardi. Jimmi butazorlar ichiga qarab turardi. Shunda ovoz birdan jim bo'lib qoldi. Sukunat. Shunda Jimmini oyog'i ostiga bir nima kelib tushdi. Bu do'stini uzilgan boshi edi. Uni ko'zlari ochiq qoldi. Uzilgan bo'ynidan qon tomchilab turardi. Dahshat. Buni ko'rgan Jimmi to'g'ri kelgan tomonga qocha boshladi. U kuchi boricha yugurardi. Shunda uni qarshisidan haligi arvoh chiqdi. Jimmi to'xtab qoldi. Meni tanidingmi? Jimmi arvohni tanidi. Bu o'sha kechada Jimmi sheriklari bilan o'ldirgan yigit Saymonning arvohi edi. Ha, tanidim seni. Iltimos meni kechir, iltimos. Jimmi yolvora boshladi. Arvoh, Seni iflosni hozirni o'zida o'ldiraman, deya unga qarata pichoq otdi. Haligi pichoq uchib kelib, Jimmining o'ng ko'ziga sanchildi. Jimmi og'riqni zo'rdan baqirardi, dodvoy solardi. Ko'zlaridan qon otilib chiqardi. Arvoh Jimmini ko'zdan pichoqni sug'urib oldi va kindik qismiga sanchib tepaga torta boshladi. Dahshat. Shunda Jimmini qorni ikki tomonga ochilib qoldi. Ichak-chavoqlari ko'rinib turardi. Jimmini joni uzildi. Ertasiga o'sha yo'ldan Jimmi va ikki do'stini vahshiylarcha chavaqlangan, maydalangan jasadlari topildi. Yarim tun. Ruhiy kasalliklar shifoxonasi. 4-qavatda joylashgan kamerada jinni bo'lib qolgan Charli xayolan xotini va farzandlari bilan gaplashardi. Uni ko'ziga yo'q narsalar ko'rinardi. Shunda uzun yo'lakdan qadam tovushlari eshitila boshladi. Jinni Charli panjara ortidan yo'lakka tikilardi. Kimsan? Kim kelyapti? Ket, kelma. U shunday so'zlarni aytardi. Uzoqdan yo'lak boshidan Saymonning arvohi ko'rindi va Charliga qaradi.
arvohni ko'zlarida nafrat, g'azab bor edi. U Charlini oldiga keldi. Salom Charli, men keldim. Sendan qasos olish uchun. Charli jinni bo'lgani uchun arvohdan qo'rqmasdi. Arvoh kamera eshigini ochmasdan ichkariga Charlini oldiga kirdi. Shu onda ruhiy kasalliklar shifoxonasi 4-qavatidan juda kuchli baqiriq ovozi eshitildi. Bu ovozni eshitgan tungi navbatchilar 4-qavatga yugurishdi. Ular kelib ko'rishsa, Charlini kamerasi qip-qizil qon bilan bo'yalgan edi. Charlini boshsiz tanasi yerda qon bilan chaplanib yotardi. Dahshat. Ertasiga politsiyachilar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga ham kelishdi va Charlini ko'rishdi. Ular bir narsaga tushunmasdi. Qanday qilib kamera eshigi ochilmasdan turib bu qotillik sodir bo'lganini hech kim bilmasdi. Oradan 2 kun o'tib, Saymonning uyiga ko'chib o'tgan oila ham vahshiylarcha o'ldirildi. Uy devorlariga esa qon bilan "Men hammasidan qasos oldim" deb yozilgan edi. Shu bilan hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini va albatta mehnatimiz uchun esa bir dona like bosishni ham unutmang. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bundan-da dahshatli, bundan-da qo'rqinchli hikoyalar hali oldinda. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang.